Seriqmay ketadigan. Yana nima ketadigan? 8 qo'shiq shakar solmizgan. Bekchiq shakar solmizganda, voy. Qancha tal tuxum solmizgan? 2. Anan yana nima solmizgan? Süt qo'ydim. Süt bir sirka süt qo'ymizgan. Anandan keyin anda ko'p turg'ish solmizgan. Bir qo'shiqdan jiqroq solmizganda, anandan keyin nima solmizgan? Uni solmizgan. Uni o'lchaymizga qarab 1/3 desilitr deydi. Nima desilitr degan? Sen bilmaysan, men sana uyut qo'ymaydi. Anam keyin vanilya, sukar solmizga degan tatlı shakarchi. Anam qancha minut pishirmizga oxirsida? 25 minut pishirsak, shuning bilan nima pishirgan? Stakan tortlar chiqibga o'chaqdan. Biz yana hozir seriq mayni 125 grammni ilib eritamiz. Buni eritish uchun degan mana o'lchaysanda, masalan-chu, ya'ni boshda ichib, hemen ichib olgandan keyin ichib, yana bundaq 100-200 deb ketib ayirqini, niyatga deymi? Mana. Qara. Manchilik bo'lsa 100 gram bo'ldi, qara. Ma degan 100 gramga, ma 50 ga, ma 100 ga, miya 150 ga, miya bo'lsa 200 bo'lib ketadi. 100 ni qo'ysang 200 bo'ldi-ku. Miya bo'lsa 150 ga. Lekin biz 125 qilatdik-ku. Unda bo'lgandan biz manchilik qilsak bo'ldi ekan. Endi ipakni qo'yib oldik. Endi mana ichib, miyani bunda o'shancha kesib olamiz. Uni kesib olsak, endi seriqmayni birdan qo'ysak shunday eriydi. O'tni past eritimiz bu cho'chroq ketadi-ku. Cho'chroqga qo'yimiz qo'yamiz yana. O'tni past eritimiz birdan boshlaqsa eriydi. Ana qarang, seriqmay eriyotir-da. Seriqmay erib ketdi yana. Nimish eriyotir seriqmay? Issiq bo'lsa issiq muzlam degan kun chiqqanda issiq bo'lganda erib ketadi-da. Seriqmaymi o'tni yiqib, shundan ko'roq seriqmayni qo'yib qo'ysak erib ketadi ekan. Yana birdan aralashtiraylik. Qanchani salatdik? 6 ni salamdik yoki 8 ni salamdik? 8. 8 ni yana 2 ni salam. Kez yaxshi 8 qo'shiq shakar soldik. Endi nima solamiz? Tuxum. Chiktal tuxum. Mana urib chaqamsiz. Tum qiling tuxumni. Shaklni evatdingiz yaxshi. Yaxshi 2 tuxumni chaqdik. Chiq ilashtirgandan keyin bunda ko'pik chiqdi, tuxum bilan shakarni tozjiq ilashtiramiz, Yana jiq ilashtiring. Bir sirka sutni qo'yamiz. Bo'ldi. Ashunchalik qo'ysangiz bo'ldi. Kimlarga qo'yamdi? Ashun ustiga qo'ysiz. Endi ma seriq meyvasini qo'yib yetaylik. Eritgan seriq meyvasini. Seriq mayni qo'ydik. Endi yana ilashtiring. Hammasi ilashgandan keyin uni solamiz. Ko'p turg'ishni unutib qolsak bo'lmaydi, ko'p turg'ishni soldik. Yo'q, bo'ldi, ash bir siyitdi. Endi bir ilashtirib o'ting. Bir ilashtirib olsangiz, anadan keyin unni solamiz, Uni solamiz-ku, dexe. Qildik-ku? Yo'q, Yo'q, shakar soldik qo'yam. Endi un solamiz-ku? Un solsak qo'yib bo'ldi, anadan keyin pishiramiz. Endi toza eg'ir bo'lib ketgan o'xshaydi-ku. Yer ketdimi? Stakan tort pishirmoq tasmiki? Endi istakanlarimizni diskga silib olamiz. Diskga solsak yeyilib ketmay chiroyli pishadi, Ko'zlarning ichiga silib olamiz. Degan biz to'pol
stakanlarımızı pişirgan boldik. Çay aşını yaxşı ko'ylashga. Endi mana quyib oldik stakanlarni. Qancha stakan tort bo'pti? Sanab boqay. 11? 11 emasmiki? Menimcha sanab boqay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ha. Aslında 2 tal tuxumlarni 8 qo'sh shakarlansa, işte 12 tal bo'ldi ekan, ha. 12 tal stakan tort pishiramiz. Endi nima qilamiz ichiga? Tanqo'raylarni solamiz. Tanqo'rayni salamdi. 3 taldan salaylikmi, 4 taldan salaylikmi? 3 taldan, ha. 3 taldan salaylik. Ma stakan sal kichikkan, ha. Bunun ichiga to'ng'itilgan so'q tanqo'raylarni soldik. Yeli pishqani degan bek payz bo'lib chiqdi. Anke bugün almadım kendimiz. Ha, kechda alımut endi ko'rgan chaqda mushni yeb o'tirib ko'ramiz. Biz degan tanqo'raylarni sevatdik mana 3 taldan, 4 taldan. Endi nima qilamiz? Ocakka silip hep pişiriniz. Ha, pishirimiz. Anandikin pishib chiqqanini nima qilamiz? Yeb yetimiz. Ben diyeceğim bunu yiyeyim. Ha, oshni yemsa, amsa yaxshi ko'rib oljimi? Bu degan matrapdan sanaganda 2-qurning o'ttirdikisini sen yeysan kamsa. Esimizda tutib olaylikmi? Shunda qilib stakan tort pishdi. O'xshabdimi stakan tort? Tatli bo'ptimi? Bundaq usti bu ketdingizda endi stakan tort pishirishga. Bundan keyin ham siz men pishirib bersangiz bo'lamdiki. Men o'tirib dam olsam. Kurash men bugun stakan tort pishirib berdik-a debchi. Şaka mı hatta? Etmi? Etli pishirib beramsiz? Ams et saqlayjimi stakan tortlarni? Shunga bilan qahvalarni damlab, men "Apa, tort bilan qahva tayyor bo'ldi" deb.